Bu bir zonasi hisoblanadi. Ikkinchi kirish tochkasi 050618. 050618 zonasi hisoblanadi. Va narx shu zonaga qaytib 050618 zonaga retest berganidan keyin narx bizda garant take profit bu narx обязательно mana shu zonagacha kelmasdan zelkalar hech qachon yopilmaydi. Ya'ni 1618 nuqta bizda garant take profit. Salgina qisqartirib beraman. Bizda garant take profit bo'ladi. Tak, bizda ikkinchi va uchinchi kirish tochkalari. Tak, birinchisi bu bir zonasi bo'ldi, ikkinchisi 0618, 05 zonalari va bizda to'rtinchi kirish tochkasi hamma biladi. Minimum zonada shakllanuvchi hammer shami. Hozir imbalans nima ekanligi bo'yicha qisqacha informatsiya berib ketmoqchiman. Signal beruvchi sham, undan keyingi ikkinchi sham shakllanishi va uchinchi shamning minimum soya oralig'i. Ko'rgan bo'lsanglar, aynan signal beruvchi shamning maksimum soya oralig'i va uchinchi shamning minimum soya oralig'i bu bizga imbalans zonasi deyiladi. Narx aynan aylanib kelib aynan shu imbalans zonani to'ldirib